Tarkibiga bir qator qariyalarni yig'ib olgan Carlo Ancelotti boshchiligidagi Braziliya milliy terma jamoasi Afrika chempionlari bo'lgan Marokashni yuta olmadi. Uchrashuvdagi dastlabki golni Marokash futbolchilari, ya'ni Brahim Diazning ajoyib uzatmasidan so'ng Ismail Salibari Alisson Becker qo'riqlayotgan darvozani ishg'ol etdi va bunga javoban Vinicius Junior o'zining qanotidan ajoyib hujumni tashkil etdi va Marokash darvozasiga ajoyib golni urdi. O'yin davomida Vinicius Juniorda imkoniyatlar talaygina bo'ldi va bundan Real Madrid hujumchisi unumli foydalana olmadi. Biz uchrashuv davomida Brahim Diaz hamda Ismail Salibarining bir qator xavfli hujumlari guvohiga aylandik, ammo baribir Marokash ikkinchi taymda himoyalanib va tizimli futbolga o'tib oldi. Carlo Ancelotti xuddi Real Madridda bo'lgani kabi individual mahoratlarga e'tibor bergan holda harakat qilishni o'ziga lozim deb topdi. Carlo Ancelotti boshchiligidagi Braziliya endilikda 4-2-3-1 sxemasiga o'tib oldi va qarabsizki, bundan natija bo'lmadi. Uchrashuv 1-1 hisobida durang bilan yakunlandi. Menimcha ko'pchilik Braziliya muxlislari jamoasidan bunday o'yinni kutmagan edi. Siz qanday